Kimga o'xshab salomlashay? Mirza Murodovga o'xshab salomlashay. Assalomu alaykum, xayrli to'y barcha yurtdoshlarimizga. Ertalabdan barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun 2-noyabr. Kuz oyi ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Hash-pash deguncha yangi yil yaqinlashib qoladi. Ko'z ochib yumgunimizcha umr o'tib ketyapti. Yangi yil haqida har doim gapiramiz, bot-bot gapirganimizda umr o'tib ketayotganda hech kimda xabar bo'lmaydi. Ertalabdan lekin biz bilan tomosha qilsangiz, vaqt qanday o'tganini bilmay qolasizlar. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun ayollar ozgina dam oladi, erkaklar vijdonimizda ayollarga ozgina yordamlashadi. Ha, mashtam bu yoq shunaqa qilaversin, biz bu yoq aloqadamiz. Lekin mana erta tongda men Yoqubjon Bahrom ustaga telefon qildim. Yoqub aka, yaxshimiz, tinchmisiz? Ko'cha sal sovuqroq ekan. Avtomashinam yo'qligi uchun meni olib ketmaysizmi deb telefon qilsam, shoshib turibman, ukajon o'zga o'ring dedi. Nimaga desam, kechasi soat 3 da turib, kirlarni kir mashinaga qo'ygan deb uy yumushlariga ertalabdan 3 da yordam berdi. Bu rostmi yolg'onmi? Mayli, hamma o'zi xohishi bilan. Hammani vijdoniga havola, lekin ayol kishini albatta hurmat qilish kerak. Sababi shunchaki men endi oila qurmaganman, buni hamma biladi, butun O'rta Osiyo bilsa kerak. Lekin ayollarga baribir yordamlashib turish kerak. Chunki hammamiz ona dunyoga keltirgan, lekin buni tan olmaymiz-da. Olmakamni bitta zo'r she'ri bor, to'rqatar eslab, agar xato aytsam aytaymi? Ha, xatolar. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatda qo'llari qadoq, 60 ga kirmasan sochlari oppoq, onangni sevmasan, kimni sevasan deb Olim aka Xudoynazarov to'rtlik aytgan. Onalar hurmat qilish kerak, sevish kerak baribir. Ona eng glavnisi xotin emas, Yoqubjon, eslab qol. Butun yurtda aylanib mehr qidirgan inson adashadi. Baribir onaning mehriga yetmaydi Feruzaxon. Butun yurt emas. Feruzaxon gapingiz bo'ldi. Butun yurt emas, dunyoni kezing. Mana kezgan odam sifatida. Onaning mehriday mehr. Yo'q, bizning onalarimiz boshqacha-da. U Koreys onalar emas, Amerikalik onalar emas, Afrikalik onalar emas. Aynan O'zbekistonlik onalar juda boshqacha. Bizda manaqa narsa bor-ku, xizmat safarlarida hamma san'atkor-ku, endi xizmat safarlaridan kech qaytib kelsangiz, sekin o'ynakdaydan o'tib ketsak ham shuni uyg'onadilar. Keldingmi deb uxlamagan bo'ladi. Biz endi haliga yoshlik qilganmiz-da, men har doim siqilib qolaman shu narsani o'ylasam, yoshlik qilganmiz. Uxlayvermaysizmi? Men keldim deb kastimni yelka etish. Bu narsa xato. Bitta san'atkorlarda emas, umuman tungi ishlarga umuman hammasiga bog'liq-da bu. Bir xil endi chegaradan chiqmagan holda bir xil kulishadi, ayolingga yordam beryapsan. O'sha erkaklar o'z vijdoni, men qo'rqmasdan gapira olayman. Men o'rtoqlarimiz bilan choyxonalarda o'tirganimda bitta gap kelib qoladi. Agar men uylanib qolsam, siz choyxonaga bormaysiz, mendan xafa bo'lmanglar, men oldin olib aytib qo'yaman. Qo'l tashlab chiqib ketaman. Bu hazil gap, lekin baribir boya aytganimizdek, ular ham farzanddan oladi. Lekin Shahramga e'tibor berdinglar, shiddat bilan qo'shiq aytdi. Albatta, umumiy qilib aytganda o'zi vatan haqida, onalar haqida kuylangan qo'shiq odamni jimirlattirib yuboradi deydi-yu. Unda ham faqat ta'sirlangan bo'lsa inson. Endi G'aybulla bilsang bilarsan o'rtoq, biz seni ertalabki salomda kutamiz. G'aybulladan yaqin o'rtog'imiz mana hozir klipi ketdi, klip uchun ertalabki salomda kutamiz. Bilaman uyg'onish qiyin erta tongdan, lekin bizda ashaddiy muxlislarimizda hammasi uyg'ongan. Bugun nima bo'lar ekan, bugun nima yangiliklar deb. Hurmatli tomoshabinlar, uzoq kutilgan Zo'r TV telekanalida uzoq kutilgan, uzoq paytlardan beri kutilgan ustoz san'atkor tashrif buyurganlar. Hali buni e'lon qilamiz, keladilar. Men taklif etamiz. Xursand bo'ldim, lekin tirik afsona, tarix zarvaraqlariga yozilgan inson tashrif buyurgan, xudo xolasa. Undan tashqari ham juda ko'p qiziqarli lavhalar, qiziqarli insonlar, oshxonamiz hammasi sizlar uchun. Har tong o'zi tong otishimlar ertalabki salom 6:40 da boshlanishi bilan yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz hammamiz. Umuman teleboshlovchilar barchasi ertalabki salomdan. Lekin ko'chalarga chiqib qolsak savol berib qolishadi menga. Sizlar nima uyqusiramaysizlar dedi. Biz uyqusiramaymiz dedi. Biz faqat uxlamaymiz dedi ertalabgacha dedi. Mana Yoqub akam kutdilar. Qahva ichib kelamiz deysizmi studiyaga? Albatta. Qahva ichib kelamiz, qahva ham qilib beramiz shu yerda o'zida boshlovchilar ko'piga. Inson o'zi hali erta tongdan baribir yurib turish kerak. Yurish kerak. Yurish bilan yugurish farqi bor. Olimlar aniqlagan ekan, yugurgandan ko'ra yursa inson tanasidagi vazn kamayar ekan. Agar yugurish sog'liq uchun ham foydali. Yurgandan ko'ra yurgan sog'liq uchun juda ham ko'p foydali.
Ertalabda salom dasturi davom etadi. Hurmatli teletomoshabinlar, kuzatib borayotganingiz O'rta Osiyodagi eng quvnoq kanal Zo'r TV telekanali va biz oshxonadamiz. Oshxonada pizzalar, yana nimalardir, lekin buni Men tanigan narsalar sirlar, chesnok va ajoyib Zo'r TVda zo'r eding. ajoyib albatta zo'r eng zo'r. Aka-lekin zo'r. Zo'r. Baby Little Italia. Top Italiya, kichik Italiya degan. Kichik Italiyada Italiya. Men italyanman, o'zi bilaman. Italyancham bilaman. Uydaga sizni birinchi ko'rganimizda o'sha oldingi jamoalarda ko'rurgansiz ko'pchilik savol beradi-da. Shunaqa. Uydaga ham ko'rganmisan? Sen endi o'qishda o'qib Hayotda deganmi? Hayotda degan. Ko'rganman desam Surxondaryolikmi degan. Yo'q deganman. Bu inson hali Surxondaryoda yashayotgan. Yo'q, men o'zalik Xitoycha. tuzilishimdan o'zi Markaziy Osiyoga hamma xohlagan davlatga Xohlagan. Qozog'iston, Qirg'izistonni bemalol Koreyadan bez pasport yuraveraman deb yursam bo'laveradi. Sizga viza shunday tekin Ha, beradi. shunday beradi. Fez shunaqa chiroyli odamni ko'rganmiz ertalabda. Albatta, Albatta. Suhbatga qaytamiz. Little Italiyadan tashrif buyurgan akalarimiz bugun bizga nimalar tayyorlab beradi? Men Bugun mana biz burli sovuq filesini ko'rdim. Ha, mana oldingi gal zakaz bo'lgan edi. Qani Alfredo sosli, bitta oq sosli, al dente pasta deb shuni olib keldi buni. Bundan tashqari bizda zo'r yengilik bor. Yaqinda yangi proyektni boshladik. O'zbekiston xalqimiz uchun hamyonbop, hammabob qilib o'sha pizzalarni polufabrikat holatida mana chiqarishni boshladi. Bashira mana buni qara, mana bu. Mana buni qarang. Yozuvda qara, yoqmasa bepul deb yozib. Yoqmasa bepul degan aksiya ostida. Sifatga shunaqa ishonch kuchli. Xudo Planshetda oydinlik kiritamiz endi Little Italiyaga. Akalar, rostdan agar bepulga berasizlar, 100 mana ofitsialni yozib qo'yimiz, 100% ishonchli. to'xtang mana-da. Gap bo'lishi. Misol uchun bir xillar shunaqa shumlik qilishi mumkin-da. Yoqsa ham yoqadi baribir. Yoqsa ham sekingina hali yoqmadi deb ikkinchisini olishi ham mumkin-ku. To'g'ri. Uchinchisini ham beramiz shunaqalarga. Ikkinchisi ham Gap bo'lishi javob. mumkin. Demak, Sifatga uchinchisida 100%. aka bitta gap aytaman. Uchinchisini yegandan keyin to'g'risi vijdon ishlab ketadi-da. Aka yoqdi deydi. Kichkinaligimizda endi bugun dam olish kuni bolalar bog'cha maktabga bormay kichkinaligimizda butul burotlar non dorasiga kalbasa qo'yardi. Bu endi hali zamonaviy bo'lib zo'r bo'libdi. Maktablarga mana shunda ko'tarib, hozir bittasini olib kirib ketasiz antga. Ana. Qarang, onalarimizga, kelinlarimizga shunchalik oson bo'layaptiki hayotimiz. Shunaqa. Hamma narsa qulay bo'lyapti. Shunaqa. Avvallari hovlilarni Umid aka supurgida supurardi. Hozir pilisoslab qo'yyapti. Shunaqa bor. Bu mahsulotlarni Inbazar do'konlaridan olishingiz mumkin. Gap bo'lishi mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin tomoshabinlarga nima pishirib berasiz bugun? Xo'p, bugun pizza yeymiz. ha? Keyin mana shu Alfredodan mana shunday al dente pasta qilib beraman. Mazasiga yeb baho berasiz. Albatta keyingi safar o'tganimizgacha уже tayyor bo'lib qoladi. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoladi tezlik bilan. Umid aka, Labbay. akamga bitta savolim bor edi-da. Ayting. Baliqdan ham pizza qilsa bo'larmi-ku-da? Ha, baliqdan bo'ladimi shunaqa? Baliqdan. Bu hozir kuz mavsumi, chunki Baliqlar rosa vitaminlarga to'ygan Ma'lum payti. qovura qolaylik. Ha, qovura qolaylik. Endi bu lekin demak pizza bo'lmas ekan, qovurib, dimlab, shashlik qilsa bo'ladi, lekin baliqni bekor temani ochdinglar lekin. Nimaga? Men yaqinda baliqga borib, juda ham ko'p baliqlarni tutib, baliqlar ham tanib qolyapti. Baliq tutdinglarmi? Ha, baliq. Senga baxtlar tilab o'zim qolaverdim, yoshlab ko'zim aytolmadim. Gulim senga armon bo'ldi, so'nggi so'zim. Senga baxtlar tilab o'zim qolaverdim, yoshlab ko'zim aytolmadim. Gulim senga armon bo'ldi, so'nggi so'zim. Alamlardan tortib sharob, ahvolim ham qarab vafosizga ko'ngil berib topganlarim bo'ldi sarob. Alamlardan tortib sharob, ahvolim ham qarab vafosizga ko'ngil berib topganlarim bo'ldi sarob.
nafas demay ishq shahrida sensiz gulim yasholmasam nima qilay bor ketaver ketgin mayli sen baxtlarga yetgin mayli meni emas yot begona ko'nglini shod yetgin mayli alamlarda